Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridan meni anglayotgan kichik do'stlarim. Qanday ahvolinglar? Yaxshi turdinglarmi? Nayt yaxshi. Sizlarni mushundaq xushal-xuram, sog'lom, tirishchan ko'rgunimda men o'zimni nayt yaxshi his qilaman. Bilamsizlar bolalar? Payg'ambarimiz tirishqanlarni pek yaxshi ko'rdi ekan. Bekor o'ltirganlarni ko'rsa, ish qilishni deydi ekan. İnsanның işlep tapqan puluның teximi berketlik bo'ldiganligini aytadigan. Bizmi davomliq tirishayli bolalar. Shundaq qilib, o'tgangi bölümdə qayerga kelgan edik? To'g'ri. Qaltis bolalar. Undaqda birlikda eslab chiqayli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uningga ergashgan barliq musulmonlar Madinada yashashga boshlagan edi. Birlik, barobarlik, do'stlik va xotirjamlik ichida yashayotdi. Bir-birini nihoyat yaxshi ko'radi. Bu ahvoldan ancha xush bo'lmagan mushriklar bir qancha qaytim urush qo'zg'adi. Bular qani deb biqinglar? Bedir, to'g'ri, Uhud, Qaltis. Yana birsi bor edi. To'g'ri, Xandak. Bedir, Uhud, Xandak janglari edi. Düşman qo'shinlari, askar, qurol va tugi qatorliq jihatlarda nechasi yuqori bo'lgani qaramay, Bedir va Xandak janglarida musulmonlar g'alaba qildi. Ammo Uhud jangida ustunlikni egallay olmadi. Azroq esinglarga oldinglarmi? Nihoyat yaxshi. Undaqda yangi bölümimizni boshladik. Madinada hamma ishlar normal ketyotdi. Mekke'den Medine'ye hicret qilgan musulmonlar 6 yildan beri vatanlardan uzoqda edi. Vatanini, Ka'bani bek sig'ingan edi. Xuddi bizga o'xshash, shundaqmi bolalar? Menmu vatandan ayrilg'ili 6 yil bo'pti. Balki sizlarmi menga o'xshash necha yil burun vatandan ayrilgan bo'lishinglar mumkin. Agar qancha yil burun ayrilganliklaringlarni eslayolmasanglar, ota-onanglardan so'rab beqinglar, bo'lamdi? Bizmi güzel vatanimizni bek sig'indik. Bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tush ko'rdi. Tushida bütün musulmonlar bilan birlikda Makkaga kirib, Ka'bani, ya'ni Baytullohni tavof qilyotdi. Ko'rganlarini sahobalarga so'zlab berdi. Ular intayin xushal bo'ldi. Albatta, xushal bo'lmay tura olmaydi. Chunki Payg'ambarimiz ko'rgan har bir tushi amalga oshadi. Muhojirlar Makkani hammadan bek sig'inatdi. Chunki ular shu joyda tug'ilib, shu joyda cho'ng bo'lg'achqa, u joyni to'limi yaxshi ko'radi. Shundaq, xuddi bizga o'xshash bolalar. Suyumlik Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, sizlar cho'qim haram masjidga kirsizlar, dedi va Makkaga yo'lga chiqish uchun tayyorlanishni dedi. Ular mushundaq bo'lishini bekmi arzu qilgan edi. Allohga shukr aytib, duo qilib, xushal holda tayyorlikni boshladi. Payg'ambarimiz va musulmonlar hijratning 6-yili Zulqoida oyida urush qilish maqsadida emas, balki umr qilish maqsadida 1500 kishi bilan yo'lga chiqdi. Hamma aylanda bir bayram xushalligi bor edi. Aram elish uchun Hudaybiya degan yerda to'xtadi. Bu vaqtda Makkaliklar Madinadan nihoyat ko'p insonlarning Ka'bani tavof qilish uchun o'zlari tarafga qarab kelayotganlik xabarini oldi. Ular nihoyat cho'chidi hamda ularning Makka kirishiga ruxsat qila olmaymiz. Ka'bani tavof qila olmaydi deb o'z ichida varqirab ochiqlab deyishdi. Bu xabar Payg'ambarimizga yetib keldi. Ruxsat qilishni saqildi. Agar ruxsatsiz kirsa, urush bo'lganligini nihoyat yaxshi biladi. Ammo Payg'ambarimizning niyati urush qilish emas, faqat Ka'bani tavof qilish, vatanini ko'rish edi. Nur yuzlik, qalbi go'zal Payg'ambarimiz va sahobalar 20 kundan beri savrchanlik bilan Makka kirish uchun saqlayotdi. Ka'baga majburiy kirmay, go'zal bir qarorning chiqish uchun arq-arqidan elchilar evatib turdi.
sabrning tegi oltin degandek oxiri Qurayshlar kelishim tuzishni qaror qildi. Ularning yeniga Suhayl ismli bir elchini ivatdi hamda bir kelishim tuzdi. Tunji moddasi mundaq edi. Musulmonlar bilan Qurayshlar orasida 10 yil ichida hech qanday urush bo'lmaydi. Bu modda payg'ambarimiz va musulmonlarning orzu qilgan ishi edi. Urushni zodi Quraysh taraf qo'zg'agan edi. Ikkinchi moddani o'qidi. Bu yil Makka kirolmaysizlar, ammo bir yildan keyin qurolsiz kirib Ka'bani ziyorat qilsanglar bo'ladi va Makkada faqat 3 kun tursanglar bo'ladi. Mana bu modda musulmonlar uchun biroz qiyin keldi. Nihoyat ko'p odam kelgan edi. Ka'bani va tug'ilib cho'ng bo'lgan ko'chalarni, uylarni, shaharlarni ko'rmasdan ketishni hargiz xohlamaydi. Ammo suyimlik payg'ambarimiz bu moddani qabul qildi. Oxirida Makkadan musulmon bo'lgan bir kishi Madinaga kelib panohlik tilasa, Makkaliklarga qaytirib beradi. Ammo Makka kelib panohlik tilgan kishi bo'lsa, sizlarga qaytirib berilmaydi, dedi. Ko'rinishda kelishimning shartlari nihoyat og'ir edi. Ammo suyimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hammasini qabul qildi hamda o'zaro kelishim uchun va'da berishdi. Bu kelishimdagi moddalar dastlabda nihoyat qiyin shartlardek bilingan bo'lsa-mu, ammo kelishimdan keyin yuz bergan nurg'un ishlar bu kelishimning islom dinining g'alabaga erishishi va ilgari ko'rilib boqmagan darajada keng tarqalishining yangi bir ishkining eshilganligi hamda Makkaning ozod bo'ladiganligidan derak berib o'tadi. Bu kelishimning yana bir muhim tarafi bor edi. Makkaliklar bu kelishim orqali musulmonlar va islom davlatining borligini rasmiy qabul qilganligini ko'rsatdi. Bu kelishim Hudaybiya kelishimi deb atalgan edi umoq bolalar. Bu kelishim tuzilib to'liq 1 yil bo'lmayla ilgirki 15 yil ichida islom diniga kirgandanmi ko'proq kishi musulmon bo'lgan edi. İslam texmi bek kengayotdi. Hijratning 7-yili payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uzoq yaqindagi podshoh va hukmdorlarga yaxshi va'zi nasihat bilan islomga va Parvardigorning yo'liga da'vat qilib maktub evatdi. İran kisrosi Abarviz, Misr hukmdori Muqavqis, Gassan hukmdori Haris, Yamama hukmdori Havza, Habasiston podshohi Najoshi va Rum podshohi Hiraqli qatorliq hukmdorlarga o'z tili bilan maktub, ya'ni xat yozib, ularning tili va yurtlarini biladigan elchilar tarafidan evatildi. Shundoq qilib, go'zal dinimiz islom hamma yerlarga tarqalishga boshladi. Bu bölüm shundoq qilib, mush yerda tugadi. Barcha umoqlarning astoydil anglagani uchun rahmat aytaman. Keyingi son programmamizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topchidim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim.